Bugungi mavzuyimiz isitma. Isitma haqida gapiramiz. Isitma bo'lganda birinchi yordam berilishi. Biz bilamiz, isitmani bakterial yoki virusli kasalliklarda ko'tariladigan tana haroratini kuzatilishi bo'ladi. Tana harorati ko'tarilganda birinchi yordam nima qilishimiz mumkin? Shifokor chaqirib yoki shifokorga murojaat qilgunimizcha. Birdaniga har xil dori vositalar bera olmaymiz, chunki mumkin emas. Dori vositalarni bergan taqdirimizda ham uni interval saqlaymiz 6 soat, 6 soat yoki 8 soat davomida. Bitta dori berganimizdan keyin ketidan biz ukol qilamiz, ya'ni dumba sohasiga yoki vena sohasiga dorilar qila olmaymiz. Shunda ham baribir 6 soat ushlashimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi anaqamiz. Isitma ko'tarildi bo'ladi. Nima qilamiz? Ko'proq suyuq ichirtirishimiz boshlaymiz. Nima uchun ko'proq suyuq ichiramiz? Sababi qondagi zardob suyuqlik bo'ladi. Uni plazma deydi. O'sha plazma pasayib ketib, qon quyulashgani hisobiga oqim bo'lganda issiq baland yana ham bo'lishi mumkin. Miyaga berishi mumkin. O'sha miyaga berganda har xil ko'ziga gallyutsinatsiya deymiz. Ko'ziga har narsa ko'tarilishi yoki gapirishi yoki yig'lashi odatlar ko'rinadi. Men buni qisqacha qilib tushuntirib bera olmas, lekin osonroq bo'lishi uchun. Endi shu narsa bo'lmasligi uchun nima qilamiz? Ko'proq tez suyuq ichirtirishga harakat qilamiz. Bu birinchi. Suyuqlikni ham vaqtida tez beradigan bo'lsak, dori vositasiz ham bu issiq tana harorati pasayadi, tushadi. Endi shunaqa narsalar bo'lyaptiki, hurmatli obunachilar, noto'g'ri dorilar berib qo'ygani hisobiga ketma-ketiga tushmayapti, mana tushmayapti, 1 soat, 2 soat, yarim soat har xil ham shag'amlar kiriladi, har xil svecha deymiz ruschasiga, keyin dori vositalar, ukollar qilishimiz mumkin yoki bo'lmasa kapelnitsalar, ya'ni analgin medrollar qo'shib qilinadi. Birdaniga bolam tana harorati 34-33 tushib ketib qoladi, muzlab qoladi. Mana shu noto'g'ri berilgan, noto'g'ri iste'mol qilgan dorilarning hisobiga. Endi biz nima qilamiz shunaqa paytda? Birinchi o'rinda shifokorga ko'rinmasdan oldin uy sharoratida issiq 39-40 vodda hech qanaqa vahmaga tushmaymiz. Birinchi yordam suyuqlikni berish, ikkinchidan o'sha dori vositani issiq tushiradigan bitta dona dori berish, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Uchinchidan bolani spirtovenatsiyani qilish bo'ldi. 6 soat davomida kuzatamiz. Agar bu kechasi bo'ladigan bo'lsa. Agar shuni orasida tushmaydigan bo'lsa, ana undan keyin ertalab shifokorga murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi.